bu shaxs hamma prямой efirlarda, storieslarda Firdavs. Qolganini o'zlaringiz ko'ringlar. No name'dan menga Firdavs tasha boshqasini topdingizmi deyishni ish bo'lyapti. Firdavs nega sizni kechira olmayman dedi. Firdavs qani? Odamlar Firdavs qaniligini aytsam Firdavs sharmanda bo'lib qoladi. Men bolani sharmanda qilib, pastga urib, ishsiz qoldirib, obro'siz qoldirish niyatim yo'q. Hammalaring xiyonat deysizlar. Xiyonat bo'lgan, lekin men tomonimdan emas. Boshidan boshlaymiz. 30-sentyabr kuni ZAGSga borib bizlar nikohdan o'tyapmiz. 1-oktyabr kuni menga saharda aytibdi-ku, Firdavs, men srochno Rossiyaga uchishim kerak, Moskvaga. Nima uchun? Dokumentlarim bilan muammo chiqib qoldi. Firdavs через tanish bilishlari bilan bilet olib berishyapti, до aeroportda проводит и все. O'sha kundan keyin men uni ko'rmadim va eshitmadim. Oyisiga telefon qilib so'rayapman. Jasmin bilan gaplashdingizmi? Menga svязga chiqmayapti, SMS ga javob berishmayapti, Instagramga kirmayapti. Oyisi menga javob berishyapti. Da gaplashdim. Aeroportda uni zadержка qilishgan ekan. Telefonlarini olib qo'yishib, aeroportda hozir uxlayapti. Xo'p, men birdaniga yuristlarni izlab, topib, ularga pul bermoqchiman, чтобы ее вытащили с aeroportda. Oyisiga aytyapman, shunaqa narsa qilyapman. Shoshilmay tur, Firdavs. O'zim hal qilaman. Sen hozir O'zbekistonda, sen tushunmaysan. Xo'p, 3-oktyabr kuni oyisi soat 12larda menga svязga o'zlari chiqib, bugun soat 5da Toshkentda bo'ladi. Bizlar hal qildik, soat 5da reysi bor. Хорошо. Men uni kutyapman, aeroportda ovom qadir подозрительный. 3 kun aeroportda uxlagan odamga o'xshamayapti. Sochlarida ukladka, yuzida kosmetika. O'zidan so'rayapman, "Sen aniqsiz Moskvada edingmi?" Da deyishyapti. Uyga borganimizda o'zini ishini qilyapti. Men telefonini oldim, tekshiryapman. Qarasam, telefonida Instagram ham yo'q, Telegram ham yo'q. O'zidan so'rayapman, "Где твой Telegram и Instagram?" На этом телефоне никогда не было у меня Инстаграма и Телеграма deyapti. Ну, men jinda emasman-ku. Ikkita telefoni bor, bittasida yo'q deyapti. Xo'p, jurnal Zvankovga kiryapman. Kim bilan gaplashgan, aloqa qilgan? Pustoy 6 ta zvonok qolgan faqat. 3 ta oyisi bilan, 3 ta yaqin o'rtog'i bilan. Zagran pasportingni ko'rsat dedim o'sha paytda. Zagran pasportim mashinada qolib ketgan. Bor olib kel dedim. Ikkalamiz borib, sumkasini olib qaytdik. O'zini oldida Zagran pasportini ochdim, qarasam, Moskvani shtampi emas, Dubai out turibdi. O'ziga ko'rsatyapman. "Ты в Дубае что делала?" dedim. Я в Дубае не была. Men Dubayda yo'q edim. A это что? Bu adashib qo'ygandir-da. Moskvada Dubayda shtampi nima qiladi? Hammaga assalomu alaykum. Kechagi uni videosidan keyin o'zimni shaxsan fikrimni bildirmasam bo'lmaydi, chunki bu temaga meni oilam va shaxsan meni oyimam qo'shildi. O'zim uchun temani davno yopgandim. Buni ustida hype hech qachon ishlamaganman, lekin bu shaxs hamma prямой efirlarda, storieslarda Firdavs. Qolganini o'zlaringiz ko'ringlar. No name'dan menga Firdavs tasha boshqasini topdingizmi deyishni ish bo'lyapti. Firdavs nega sizni kechira olmayman dedi. Firdavs qani? Odamlar Firdavs qaniligini aytsam Firdavs sharmanda bo'lib qoladi. Men bolani sharmanda qilib, pastga urib, ishsiz qoldirib, obro'siz qoldirish niyatim yo'q. Hammalaring xiyonat deysizlar. Da, haqiqatan ham xiyonat bo'lgan, lekin men tomonimdan emas. Boshidan boshlaymiz. 30-sentyabr kuni ZAGSga borib bizlar nikohdan o'tyapmiz. 1-oktyabr kuni menga saharda aytibdi-ku, Firdavs, men srochno Rossiyaga uchishim kerak, Moskvaga. Nima uchun? Dokumentlarim bilan muammo chiqib qoldi. Firdavs через tanish bilishlari bilan bilet olib berishyapti, до aeroportda проводит и все. O'sha kundan keyin men uni ko'rmadim va eshitmadim. Oyisi, "Поехали в aeroport." Men sen bilan aeroportga bormayman deyapti. Ertaga hal qilamiz. Уже isterikani boshlagan. Sen xiyonatchi, sen tuda-suda deb menga уже otilyapti. Men aytdim, yoki sen hozir borasan yoki o'zim borib shu temani hal qilib kelaman. Men bilan bormadi, qo'ldan telefonlarini oldim, Zagranni oldim, aeroportga so'rab bordim. Aeroportga borsam, tamoshniga kirsam, ko'rsatyapman, "Aka, mana shu shaxs Dubayda bo'lganmi, yo'qmi? Bitta reysni ko'ring. Moskvaga chiqqanmi, yo'qmi?" "Aka, samolyotga, Moskvadan samolyotiga chiqmagan, Dubayga uchgan va qaytgan" degan. Shu samolyotda ekonom klass bilan qaytgan. Keyin qaytgan paytimda mashinada endi stressdaman, telefonimni tekshiryapman, telefoni chisti, lekin o'sha paytda miyamga bitta narsa keladi.
pochtasiga kirsak, nima topamiz? Pochtasiga kiryapman. Pochtada elektronniy variant Tashkent Dubay, Dubay Tashkent biletlarini topdim. O'zini ismiga. Undan tashqari Dubayda Uberda yurgan сообщенияларni ham topdim. Shunaqa shaxs sizni poyezdkangiz takay dirham bo'lib qolgan. Hamma rasmlarni qo'yaman, dalillarni qo'yaman, o'zlaringiz ko'rib aytasizlar. O'sha yerda 3 ta poyezdka bo'lgan. Aeroportdan otelga, oteldan otelgacha, oteldan otelgacha, обратно o'zini oteliga и o'zini otelidan aeroportga 2 kun. Aloqaga ham chiqmadi, SMSga ham javob bermadi, u odam yo'q. Elektronniy variant Tashkent Dubay, Dubay Tashkent biletlarini topdim. O'zini ismiga. Undan tashqari Dubayda Uberda yurgan сообщенияларni ham topdim. Shunaqa shaxs sizni poyezdkangiz takay dirham bo'lib qolgan. Hamma rasmlarni qo'yaman, dalillarni qo'yaman, o'zlaringiz ko'rib aytasizlar. O'sha yerda 3 ta poyezdka bo'lgan. Aeroportdan otelga, oteldan otelgacha, oteldan otelgacha, обратно o'zini oteliga и o'zini otelidan aeroportga 2 kun. Aloqaga ham chiqmadi, SMSga ham javob bermadi, u odam yo'q. O'zini eridan bekitib Dubayga uchib nima qilsa bo'ladi? Men o'yladim. 2-3 oy avval sen Telegram kanalingda aytgan eding. Xotini bor erkaklar bilan yurgan ayollardan nafrat qilasan. Была одна прекрасная семейка, и одна левая девочка почему-то приносила еду покушать мужу другой девушки. За какого-то фига эта девушка кормила чужого мужа. Какого-то фига эта девушка пишет другим парням, хотя эти парни заняты, и уводит их, и спит с кем попало. Почему-то эта девушка дозволяет себе то, что нельзя дозволять, будучи девушкой. Zaksi bor, ofitsialni eri bor. Muammoni yechishni o'rniga boshqa odam bilan yashashni boshladi. Zaksi bor, ofitsialni eri bor. Muammoni yechishni o'rniga boshqa odam bilan yashashni boshladi. Qanday bilib qoldim? Soat 3 da menga bitta odam yozyapti. Assalomu alaykum, Firdaus, mana ismim shunaqa. Sizni бывшийiz mani yigitim bilan gaplashyapti. Qolgan голосовойni ishlasizlar. Если общаться, она сразу получается кинулась на него. Да, он говорил, что она сама написала. Она сама предлагала встретиться, и она сама пошла к нему в эту вот ту же квартиру. Но там мы жили. Мы тоже жили там. Ситуация bitta do'konga ishda odamni qo'llashini to'g'ri, Firdaus nomini olib qo'llashini to'g'ri. O'sha sababdan oydinlik kiritmoqchiman, что o'zi birinchi o'chakda отношения deb bo'lagi yigitga yozadi. Mana отношениямizdan haqida отношениямizdan uydagilar xabardor bo'lganlar. Ular bilan ko'rishganman, uydagilar bilan men uydagilar xabardor bo'lgan. Bu gap biz hali расстаться qilmagan deb aytadi. O'sha yangi yigiti bilan gaplashdim telefon qilib. O'sha kunning o'zida aytibman, sani hozirgi qizing mani ofitsialni xotinim. Lekin senga mayli. Menga hozirgi vaqtda tosh otyapti. Instagramda, Telegramda o'sha narsani to'xtatmasa, sudda gaplashamiz. Bu bola panatkali ekan, bo'ldi, okey, men sizni tushundim, temani hal qilamiz. Lekin temani hal qilib bo'lgan. Aytganimdek, men tomonimdan emas. Nima uchun xiyonat haqida u shunchalik ko'p gapiryapti? Потому что лучшая защита это нападение. Bu narsani o'ng tomondan ko'rdilaring. Shu отношенияda men o'zimni turmush o'rtog'imni hurmat qilib, hech qachon xiyonat qilmaganman. Boshqa qizlarga qaramaganman. Даже ofitsiant restoranda qiz bola oldimga kelganimda meniga qarab zakaz berganman. Shunchalik ham verni bo'lganman. Zaks va taloq haqida gaplashamiz. Men aeroportdan qaytganimda chuqur nafas olib, asabiylashmay uyga qaytganman. Qo'liga pasportimni berdim. Senga taloq deyaman. Undan keyin narsalarini asta-sekin yig'ishni boshladim. Menga qarab har xil оскорбление meni shaxsiyatimga tegib, isterikalar boshlandi, lekin bunga ahamiyat bermasdan tezgina chiqib ketganman. Поехали. Кто ты такой? Я никто тебе. Вот именно. Тебе толок, тебе все уже, все. Иди нахуй. Иди нахуй. Иди нахуй. Yana o'sha hype bo'layotgan tema, shov-shuvdan mana bo'layotgan tema Zaks haqida gaplashamiz. Zaks men uchun ajrashgandan keyin oddiy qog'oz bo'lib qoldi. Bitta aybim bor. Meni menejerim chiqib, Firdaus ertaga soat 11 da Zaksga borgin deganida, "Xo'p, lekin to'la olmadim. Budilnikka ahamiyat bermay uxlab qoldim." Birlashmay uyga qaytganman. Qo'liga pasportimni berdim. Senga taloq deganman. Undan keyin narsalarini asta-sekin yig'ishni boshladim. Menga qarab har xil оскорбление meni shaxsiyatimga tegib, isterikalar boshlandi, lekin bunga ahamiyat bermasdan tezgina chiqib ketganman. Вещи, поехали. Прямо сейчас поехали. Кто Тебе, ты такой? я никто тебе. Вот Тебе именно. толок, тебе все уже, все. Иди нахуй. Иди нахуй. Yana o'sha hype qilayotgan tema, shov-shuv данный момент bo'layotgan tema Zaks haqida gaplashamiz. Zaks men uchun ajrashgandan keyin oddiy qog'oz bo'lib qoldi.
bitta aybim bor. Mani menejerim chiqib Firdamniga yana tortishib boshlandi. Bir kun o'tmasdan Toshkentga qaytdim. Umanga telefon qildi, ko'rishaylik tudasida. Ko'rishdik, yana yarashib oldik. Yarashgan paytimizdan keyin bir necha soat o'tgandan keyin uyda shunaqa narsalar ko'rib qoldim. Nima bu so'raganimdan keyin menga javob berishdi. Men bu narsalar bilan uyimni tozalayapman. Lekin o'sha yerda meni rasmim bor. Meni rasmim bilan nimani tozalayapsan? Shamlar, rasmlarim, yana kukla-vudu yetishmayapti senga, boru. O'sha narsani ko'rgandan keyin mashinaga o'tirib yana Samarqandga qaytdim. Meni ahvolimni ko'rgan oyim meni boshimdan ushlab birdaniga domlani oldiga olib bordi. Domlaga aytib beryapman, nima bo'lganini. Menga qarab birdaniga o'qishni boshladi. O'qigan joyida mazam qochsa bo'ladimi? Temperatura. Mana bitta mavzu haqida gaplashamiz. Rasm tarqatgan ekanman. Bizlar отношения bo'lgan vaqtimiz mana miyamga даже shunaqa rasm olamizmi degan savol ham kelmaganda. O'zi ham shunaqa rasmlarni jo'natmagan menga. Одного человека она посадила уже с такими этими. Этим вопросом я завтра займусь и обязательно определю, кто все-таки слил эти фотографии. Это я не знаю. Так фотки же слиты же, они 2 года назад. Я тот человек. Да. А сейчас уже. Я тот человек, который говорил, у тебя есть человек Сухров, давай набери ему, давай найдем. Даже в тот момент я говорил, у тебя есть в Турции, давай через него решим. Даже в тот момент, когда я был в отношениях, я говорил, я топил, вот писал людям, я нашел человека, кто продолжал сливать эти фотки и через удалил эти фотографии. Меня сейчас выставляет человек, якобы я слил ее фотки, и в Телеграме я продаю ее фотографии, где она голая. У меня в Телеграме 10 человек, допустим. Они 2-3 человека, допустим, минимум возьмут эти фотки, они разошлют, если якобы я бы так сделал. Но такого с моих сторон не было. Bu esa чисто tuhmat. Zapal rasmlari esa 2 yilga tema. Men u zapal rasmlarini ajralganimizdan keyin ko'rib чисто tuhmat. Zapal rasmlari esa 2 yilga tema. Men u zapal rasmlarini ajralganimizdan keyin ko'rib qolganman videolargacha. Lekin отношения bo'lgan vaqtimiz men даже qaramagan ekanman. Men u odamni shunchalik yaxshi ko'rib, принимать qilgan ekanman. Mayli, hamma xato qiladi deb. Lekin men shunaqangi past odam emasman, чтоб sani rasmingni qayerdadir aylantirish yoki sotish. Qaranglar, 11 iyul переписка Doniyor kiberbezopasностьda ishlaydi, bratimiz. Kiberbezopasnost qilmagan narsani bizlar qildikda. Bir haftaning ichida shaxsan o'zim odamini topdim. Keyin men shu zapallarni chiqarayotgan odamini topdim. Mana ko'rasizlar, o'zi ham naqotdi. Zapallarni topib, hammasini dalillarini topib isbotlaman. Albatta, meni o'zimning rasmim ham bor-da. O'sha narsani topib, videolarini tashlab и uchirtirganman. Qanday qilib men o'zim gol rasmlarini tarqatishim mumkin? Yana o'zimni ayolimni. Bitta mavzu bor, pul haqida. Bizlar bu temalardan oldin, Dubay temasidan oldin ko'p tushunmovchilik bo'lgan o'rtamizda. Pul mavzusida gaplashsak, bizlar oila bo'lganmiz. Hamma joyda o'tirgan joyimizda men o'zim to'laganman shu yerda. Bozorlik почти uyga qilmasdik, потому что завтрак, обед, ужин restoranlarda. Mani xudoga shukr, daromadim yaxshi. Tagimni ko'ryapsizlar, mashinam bor. И o'zimga sposoben odamman-da, и xotinimga ovqat olib berishga sposoben odamman. Balkim qayerdadir bir oyning ichida qayerdadir shot yopgan bo'lsa kerak. Men nalichkam bo'lmagan yoki kartamda bo'lmagan paytimda. Ну, mayli. Mashina haqida gaplashamiz. Я тебя на деньги кинул. Нет. Я тебе просто сказала, не давай мне. Я потому что знаю, что не хочешь давать. To'qimdan oldin men o'zimga jent olmoqchi edim. Pulim потому что jentga yetgandi. O'sha paytda oldiga borib, men jent olmoqchiman. Nima deysan? Firdos? Qaragin, senga jentga to'g'ri kelmaydi. Sen blogersan. O'sha uchun qara, sana yaqinda tug'ilgan kuning bo'lyapti. Keyin men senga hadyam bor. Mashinangga ozgincha pul qo'shaman. U qarz emas. Hadyam senga, чисто от души tug'ilgan kuningga. O'sha narsani mashinaga ishlab, yaxshi mashina minamiz. Biz o'zi oilamiz degan. Men bu narsani bir tur 5 kun o'ylab chiqdim. Oxiri menga yana oldinga kelib, Firdos, o'sha gazimni bosish kerak. Qol dedim. Menga $8,000 qo'shgandi, o'zini $8,000'imga $8,000 qo'shgandi, общий $16,000. Avtosalonga borib, 25 minglik mashinani avtokredit qilib chiqardik. Haligacha avtokreditini o'zim to'lamayman, men sizga hozir nimalarni ham ko'rsataman. И mana shu 8,000 bergandan keyin blogerimiz bir oy o'tmasdan keyin menga minnat qilishni boshladi. Hamma joyda bo'yicha o'tirganimizda, qanaqadir mayda gap chiqqanda, sen meni mashinamda yuribsan, men senga pul beryapman, meni pulimni qaytar, janjal bo'lyapti-ku, o'sha yerda mashina tema, janjal bo'lyapti, mashina tema. O'sha gapdan keyin tur 5 kunning ichida $3,000 qaytardim. Dangal $5,000 qo'yibdimi? Tema yopildi, ozgincha o'zga ekan. Shundan kelib chiqib, Короче, ko'p yozgan ekan Alfons debmi? Yo'q, shunaqa emas. O'zlaridan so'rasangiz ham bo'ladi.
Toshkentga kelganimda menga aytishgan, Firdavs, kvartira olsan, shu 500-600 dollar arendaga bermasdan shu narsani ro'zg'orga bersang, uyimda yashagin, bizlar уже oila qilamiz, серьезно отношенияda fevral oyidanmi, mart oyidan bizlar yashashni boshladik. Men o'sha paytda xato qilgan ekanman. Xo'p deganim, endi xato bo'lgan ekanman. O'sha uchun buni shotiga hech kim yashamagan, balkim qayerdadir rasxod qilgandir, oila uchun deb, lekin bu narsa hozir burnimdan ham, boshqa joyimdan ham chiqyapti. O'sha uchun xudo xolasa, alhamdulillah bizlarning reklamamiz ham bor, boshqa daromadimiz ham bor. Bizlar Alfons degan narsa bizlarga mana yuzimizga tusha olmaydi. Mashina bu hayotda eng gniloy odam millatchi bo'ladi. Ishtinglar. Samarqandda, короче, Аллах демейді, Аллах демейді. Валлахи говорят, когда клянутся. Многие эти, которые под религию скрываются, знаете? Что-то происходит, и такие под религией прячутся и что-то там. Hamma qo'yayotgan dalillarimiz montaj emas, sun'iy intellekt ham emas. Hozir kelyapti. Dalillarni eshitinglar. И мне очень сильно не хочется, чтобы мамы плакали из-за своих сыновей, там, грустили, обижались. И каждая мама в этой планете, я понимаю, как свою маму. Я тебе прям клянусь, я вот не хочу, чтобы твоя мама страдала, плакала и грустила, понимаешь? Ты мне, получается, сейчас угрожаешь? Ну, получается, что немножко угрожает. Вот, подумай хорошо, как я с тобой до сих пор общаюсь. Так я с тобой нормально общаюсь? Мы с тобой не Я с переходим? тобой ненормально якобы общаюсь. Или как? Ты мне угрожаешь уже? Как это? Завтра сделаю так, чтобы ты, чтобы насильно тебя отвезли. Endi nima demoqchiman? Shu tanishlaringga aytib, shu narsani to'xtat